Assalomu alaykum Farhod. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Meni ismim qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Ham Ramazon oyingizmi muborak bo'lsin. Bugun men sizlarga urush bo'lib qolsa qanday qilishimiz kerak? Men shuni so'zlab beray. Masalan, hozir shu Ukraina, Rossiya taraflaridan urushlar bo'lyapti. Ham boshqa yerlarda asli ishki surkilishlar bo'lyapti. Ishki urushlar Sri Lanka bu yerlarda, ya'ni shu pul paxalligi, iqtisodning qisligi taraflardan shu jidallarmi asosan chiqyapti. Ba'zanlarning deyilishicha, bunday urushlar texnik jiq bo'lishi mumkin. Dedanlarmi chiqyapti. Shuningga, mushta urush o'zimizning bishimiz kelib qolgan chaqda biz qanday qilishimiz kerak? Qanday o'zimizni qutqizishimiz kerak? Ham oilamizni, bolalarimizni, ayollarimizni qanday qutqizishimiz kerak? Men sizlarga shuni so'zlab beray. Odatda har qanday davlatlarning mushta o'zlariniki urushlar bo'lib qolgan vaqtlarda yoki mushta cho'ng ofatlar bo'lib qolgan vaqtida mushu fuqarolarni o'zlarini qanday qutqizish, ham hukumatlar qanday yordam berish, fuqarolar o'zlari bir-biriga qanday yordam berish kerak degandek shulardan bergan bir xil uchur munbiri bor. Biz odatda unga ancha diqqat qilmaymiz. Lekin har qanday davlatlarda bunday uchur munbirlar bor. Bo'libmi shu taraqqiy qilib bo'lgan davlatlarda texmo mukammal uchurlar bor. Shu bu uchur munbirlardimi o'zlarini davlatlarda izlab qarab olsangiz bo'ldi. Shunday yaxshi uchurlarga bir-biringizga qanday yordam qila olasizlar, shu davlatningki o'ziniki qanday yordam qilgan aslarlar va shulardan uqib olasiz. Odatda ko'p sondagi davlatlarniki bunda uchur munbarlarda mundaq deyildi. Agar bir kuni rost shundaq bir urush, afat, yoki terrorlik hujumlar yuz berib qolsa, nurg'un odamga shunday jiq ta'sir qildi. Ham fuqarolarmi shu zaman qanday qilishni uqolmay qoldi. Shuninga hukumatlar cho'qim eng to'g'ri ham eng tez holatda butun fuqarolarga rost bo'lgan voqealarni uchur qilib evatish kerak. Odatda bu uchurlarni televizor, radio yoki telefonniki uchur manbasi bilan hamma fuqarolarga yetkazdi. Shunda ahvollar to'g'ri yuz bersimi, cho'qim tamtirmay o'zinglarni tutib olib, yaqin odamlar bilan, tuqqanlaringlar bilan, yoki qo'shnilar bilan tang hamkorlashib, bu qiyin o'tganlardan cho'qim bir-biringizga yordam qilishinglar kerak dedi. Lekin menimcha eng muhimi cho'qim hargizmi bak tamtirmay, qalbimizni ochiq qilib, men hozir nima ish qilishim kerak, oilam uchun, bolalarim uchun zodi qanday planlarni qilib, qanday qarorni eng to'g'ri chiqarishim kerak deganlarni cho'qim o'zingiz besib turib yaxshi o'ylashingiz kerak. Ondan odatda siz o'zingiz cho'qim mushtaq tajribali odamlardan maslahat so'rab, mushtaq ishlar bo'lsa qanday qilish kerak, bilishingiz kerak. Men hozir sizlarga deb berman. Bo'libmi shu yaponiyaliklar odatda bunday ishlar shunday puxta, o'zlaridan shunday ofatlar yuz berdi, ba'zan chaqda yer tavrash, tsunami degandek odatga fuqarolarmi shunday kunak bo'lib ketgan. Ancha tamtirmaydi. Lekin nima qilishni bildi, odatda o'sha ofatlar yoki urushlar bo'lib qolgan chaqda ishlatadigan tayyorliklarni tayyorlab qo'ygan. Unda bo'lsa biz nimalarga diqqat qilishimiz kerak, nimalarni tayyorlashimiz kerak, shuni masalaga so'zlab beray. Odatda o'sha urush yoki terrorlik hujum bo'lgan rayonlarda yoki shaharlarda yoki bo'lmoqchi bo'lgan rayonlarda yoki shaharlarda o'sha ogohlantirish qo'ng'iroqi chalindi. Bu davlatningki ogohlantirish cho'ng qo'ng'iroqi, uni hammalar turib anglay olasiz. Bu urushlarningki ogohlantirish qo'ng'iroqi bilan bu havo hujuminingki ogohlantirish qo'ng'iroqlari ancha o'xshab ketmaydi. Biz odatda anglab baxmasqa uni farq etamaymiz, lekin anglab baxsak ularningki o'xshamaydiganligini bilamiz. Odatda bunday qo'ng'iroq chilingan zamonlar hukumat nima bo'lyapti, nima ish bo'ldi deganlardan fuqarolarga uchurlarni yetkazishga boshlaydi. Bo'libmi shu televizor, radio, kanal yoki kanallik mashinalarda butun uchurlarni yetkazish boshlaydi. Shunga bunda qo'ng'iroqni anglagan zamonlar cho'qim televizorlarni yoki radiolarni ichib turib, shu uchurlarni dal vaqtida anglab oling. U chaqda sizga nima bo'lganligini, ham sizningki nima qilishingiz kerakligini deb berdi. Ondan sizningki qilishingiz kerak bo'lgan ish bo'lsa, cho'qim birinchi vaqtdan butun eshik derazalaringizni itib, tok, suv, gaz hammasini itib, uyninki dal o'ttirda saqlab o'tirishingiz kerak. Agar siz uyda emas sirtida bo'lsangiz, cho'qim eng tez suratda shu epchiringizga qarashga shunda puxta ko'ringan uylarga yoki binolarga kirib oling. Yoki bo'lmasa, shu yer osti yo'llarga kirib olsangiz bo'ladi. Agar siz mashina haydayotgan bo'lsangiz, cho'qim eng tez suratda mashinangizni eng bexatar mashinalarni to'xtatadigan maydonlarga berib, mashinangizni to'xtatib oling. Agar mashina to'xtatadigan maydonlarni topolmasangiz, yo'lningki bir chetiga mashinangizni to'xtatib qo'ying. Hargizmi yo'lning ustiga o'tirsiga to'xtatib qo'ymang, chunki boshqa qutqizuvchi mashinalarning yo'llarini to'sab qilishingiz mumkin. Ham cho'qim mashinangizdan oshquchini mashina ichiga qo'ying. Chunki agar qutqizuvchilar mashinangizni yo'tkamoqchi bo'lsa, shu xizmat yo'tkalaydi. Ondan yana cho'qim shu uchurlarga erishib turishingizni kafolat qiling. Cho'qim televizorni yoki radiolarni cho'qim ichib qo'yib turing.
Unda vaqtlarda balkim telefonlar ancha ishlamasligi mumkin, torlar uzilib ketishi mumkin. Shuninga uyingizga bir radioni cho'qimdan saqlab qo'ying. Undaqda biz bu uchurlarda nimani saqlaymiz degan chaqda, o'sha hukumatlarniki, o'sha fuqarolarning bexatariyga yo'tkaydigan uchurni saqlaymiz. Bizniki bu uylarga uyimizni o'tirsida turilishimiz u vaqtinchalik bexatarlik rayonimiz. Ondan shu hukumat shu vaqtda bo'layotgan ishlarga qarab turib, eng yaxshi bexatar rayonlarni belgilab berdi. Ondan shu fuqarolarni asoslab shu yerga yo'tkashga boshlaydi. Odatda har qanday bunday davlatlarniki bexatarlik rayonlari bo'ldi. Ba'zan davlatlarniki 10 necha ming mustaq bexatarlik rayonlari bor. Odatda bunday bexatarlik rayonlarda hamma narsa aslarlari shunda to'liq, yemaklik, ichimliklardan tortib, dorilardan tortib hamma narsa bor. Ham bunday rayonlarniki binolari, uylarmi shunda puxta keldi. Odatda uyingizda ayrilib bu bexatarlik rayonlarga mangan vaqtingizda cho'qim uyingizniki tok, suv, gaz hamma narsani cho'qim o'chirib eting. Ondan butun tok manbalarini chiqarib eting. Ondan cho'qim pishiq oyoq kiyib oling. Hem qilin yaxshi chapan kiyib oling. Yana shapka, yana shu sizniki amal ishlatadigan aslarlarni solgan somkangizni oling. Unda odatda urush yoki ofatlar bo'lib qolgan chog'da ishlatiladiganga cho'qim bir somkani tayyorlab qo'yishimiz kerak. Unda ishlar yuz berib qolsa, ishlatadigan narsalarni tayyorlab qo'yishingiz kerak. U narsalar bo'lsa, unda cho'qim oz deganda 3 kunlik ichadigan suyingiz bo'lishi kerak. Odatda odam bir kunda 1 litr suv ichadi. Shunga cho'qim 3 litrlik suv bo'lishi kerak. Bu suvni faqatlam ichishga ham ishlatmaysiz, balkim qo'l yuvish yoki bo'lmasa yaralangan yerlaringizni tozalash degandek halarga ishlatib qo'yishingiz mumkin. Ondan 1-2 xalta pechene, yana 1-2 xalta shokolad, konserva qutisidan 2-3 ni, ondan yana oz to'la kiyim-kechak, naqd pul, kimligingiz, bank kartasi, palay, pejiktir, yog'liq, batareya, radio, saranga, sham, yo'l qog'oz, tozliq qog'ozi, qog'oz bilan qalam. Boshqa damal o'zini qutqizgan narsalar. Masalan, dora, band-aid, daka degandek. Ondan cho'qim ishingizni yaxshi taqab, qo'shningizga xabarlantirib qo'yib, hukumat belgilab bergan yo'ldan shu bexatarlik rayoniga berishingiz kerak. Agar ipchoningizda portlashlar yuz berib qolsa, cho'qim eng tez suratda yetib olishingiz kerak. Hem tuvanrak oymanlarga tushib olishingiz kerak. Agar portlashlardan kichik tosh parchalari yoki aynak parchalarining davomli kelayotganligini sezsangiz, cho'qim birinchi bo'lib bir narsaniki ostiga kirib olishingiz kerak. Ondan cho'qim eng tez suratda ham bexatar holda shu portlash rayonidan qochib ketishingiz kerak. Agar siz turayotgan bino yoki uylardan portlash yuz bersa, cho'qim u yerdan eng tez suratda chiqib ketishingiz kerak. Agar atrofingizda soqchilar yoki o't o'chirgichlar bo'lsa, cho'qim shularniki buyrug'i bilan ish qilib, texnik bexatariyaga ketishingiz kerak. Agar atrofingizda isloq bo'lib, o'tlar bo'lsa, cho'qim lungingizni yo bo'lmasa qo'l yog'ingizni chiqarib, og'iz burningizni cho'qim etib olishingiz kerak. Agar siz bir tashlarning ostiga yo bir narsalarning ostiga ko'milib qolgan bo'lsangiz, hargizmi yo'ruqlik yordami deb chaqmoq yoqmang. Hargizmi ustingizga to'plarni qiqib o'tmang. Bu to'plarni qiqib o'tsangiz, u texmo chang to'zan bo'lib, o'zingizning o'pkasiga kirib qoldi. U chaqda sizning hayotingizga texmo xavf olib kelishi mumkin. Boshqalardan qutqizish uchun yordam so'rashingiz uchun boshda hargizmi vaqirab yordam so'ramang. Chunki unda qilsangiz, boshda sizning texmo jiqroq energiyangiz xo'rab tugaydi. Onda sizmi texmo jiqroq chang to'zanlarni shumirib olib, o'pkangiz zararlanib qolishi mumkin. Shunga cho'qim vaqirashni eng oxirida faqat amal qilmagan vaqtingizda ishlatishingiz kerak. Boshda cho'qim ipchiringiz qarab, temir moddalik narsalar bo'lsa, shularni qattiq urib, ovoz chiqarib qutqizish chaqirishingiz kerak. Bayam qila bo'lsa, faqatlam shu odatdagi ofatlar yo bo'lmasa terrorlik hujumlar yuz bergan vaqtida ishlatilgan o'zini qutqizish uslublari. Endi biz shu cho'ng urushlar yo bo'lmasa yadro urushlarda o'zimizni qanday qutqizishni so'zlashib baqaylik. Odatda urushlar bo'lgan vaqtida 5 xil hujumga uchraymiz. Kichik tipdagi hujumlar bo'lsa, odatda bir kichik atratlik odamlar yo bo'lmasa terrorlik odamlar ma'lum bir rayonga yo bo'lmasa bir binolarga to'g'ri hujum qilgan ahvollarni kichik tipdagi hujumlar deymiz. Bu tipdagi hujumlar odatda balkim bir kichiklam yerlarda yuz berishi mumkin. Ta'siri uncha cho'ng bo'lmasligi mumkin, lekin ba'zan chog'da ta'sirmi cho'ng bo'lib qolishi mumkin. Oniki ahvollari o'xshamaydi. Agar ularning hujum qilgan yerlari yadro elektronlik punktlar bo'lsa, yo bo'lmasa ularniki qurollari, kimiyalik qurollar bo'lgan bo'lsa, ta'sir qilgan yerlar texnik jiqroq bo'ladi. Texnik jiqroq odamlarga xavf keltirishi mumkin. Unda mustaqil yadroliq yo kimiyalik hujumlar bo'lib qolsa, birinchi qilganingiz uyingizdan taloga chiqmasligingiz kerak. Cho'qim eshik derazalarni qattiq itib, ondan havo yo'llarini itib o'tishingiz kerak. Unda u chog'da hukumat cho'qim bir bexatarlik planni tuzib, fuqarolarni bexatar yerga yo'tkazishni plan qildi.
İkinci xil hücum bo'lsa, boshqarilgan bombalı hücumlar. Odatda davlatlararo urushlar bo'lib qolsa, eng birinchi bo'lib qilgan hüjumlar bo'lsa, balki shu boshqarilgan bombalı hüjumlar bo'lishi mumkin. Odatda shu boshqarilgan bombalı hüjumlar begunoh fuqarolarning jiniga eng jiq zamin bo'tadi. Odatda bunda boshqarilgan bombalar qo'yilgandan keyin shu davlatniki havo yo'li mudofaasi o'zida harakat qilishni boshlaydi. Ham shu bombaniki nega tushganligini hisoblab topadi. Hisoblab topgan zamonlar shu yer va shu rayonniki ogohlantirish qo'ng'iroqi chalindi va taxminan naga va qanchalik vaqtdan keyin tushadigan uchurni fuqarolarga yetkazishga boshlaydi. Odatda bunday boshqarilgan bombalarniki vaqti bo'lsa, orliqqa qarab turib 3 minutdan 10 minutlar atrofida bo'ldi. Demak, bizning eng jiq bo'lsa shu 10 minutdaklan vaqtimiz bor. Shunga odatda bunday qo'ng'iroqlarni anglagan zavodda birinchi bo'lib qilgan ishimiz bo'lsa, shu imoratlarniki ya bo'lmasa yer ostlarniki ostida kirishimiz kerak. Agar faqatlam hech qanday imorat topolmagan yerda bo'lib qolsak, cho'qim o'zimizni qo'g'day oladigan bir puxta narsaning ostiga kirishimiz kerak. Odatda nurg'un davlatlarniki mustaq mudofaa sistemlari bor. Ularniki muvaffaqiyatlik to'sish nisbati shunday yuqori, lekin yalla hammani to'siy olmaydi deganim bo'lmaydi. Üçüncü hücum bo'lsa, yer usti hücum. Bunda hücumda odatda biz dushmanlarniki qaysi tarafdan kelganliklarini faraz qila olamiz. Amal bor shu dushmanlardan yiroq turishimiz kerak. Ham ularniki hücum nishonidimi yiroq turishimiz kerak. Bo'libmi shu dengiz porti deydi, ya bo'lmasa aeroplan portlaridan yiroq turishimiz kerak. Odatda shu fuqarolar qochimiz deb texnik kerak shu portlarga qochish boshlaydi. Lekin odatda dushmanlarniki hüjumlari birinchi bo'lib shu aeroplan portlaridan ya bo'lmasa dengiz portlaridan boshlanadi. Lekin shunda vaqtlarda o'zingiz zodi qaysi tarafdan texnik bexatarlik qocha olishingizni bilalaysiz. Cho'qim sabrchanlik bilan tamtirmay shunda uchurga yetishgacha saqlab turishingiz kerak. Ularni nurg'un vaqtlarda shu hukumatlar o'zlari ko'rsatib berdi. Unda vaqtlarda ba'zan chog'da mashina bilan qochishmi aqlonlik emas bo'lishi mumkin. Mashinalarni to'silib, ma'mas bo'lib qilishi mumkin. Shunga odatda bunda qochishlar bo'lib qolgan vaqtida nurg'un vaqtlarda piyoda qochilgan ish bo'ldi. Shunga uzun vaqt mustaq qochishninki tayyorligini cho'qim qilishimiz kerak. To'rtinchi xil hücum bo'lsa, havo hüjumi. Havo hüjumlarida odatda biz texnik osonroq faraz qila olamiz, chunki ularniki kelishiga sal vaqt ketadi. Lekin bularniki hüjum nishonini faraz qilish tez. Odatda bularniki hüjum nishonlari cho'ng tipdagi imoratlar bo'lishi mumkin. Birinchi bo'lib hukumatning imoratlari, ya bo'lmasa yadro elektronlik punktlar, suv ombiri, ochliq ombiri, hatto doktorxonalar. Odatda havo hüjumniki mantiqisi bo'lsa, mushu shaharningki normal mengishini halok qilish. Agar siz turayotgan bu shaharlarda qadimiy meroslik madaniyatlik imoratlar bo'lsa, bu shaharni bombardimon qilishniki nisbati nihoyat tuvan bo'ldi. Chunki Ikkinchi dunyo urushida mushu Amerika, Yaponiyaniki nurg'un shaharlarni bombardimon qilib halok qilayotgan, lekin ikki shaharni bombardimon qilmagan. U bo'lsa Kyoto bilan Nara. Chunki bu ikki shaharda qadimiy madaniyatlik merosli imoratlar shunday chiq. Ham shunday bo'lg'achqa, ularniki keyingi tushuntirishda biz shu qadimiy imoratlarni bombardimon qilib buzib o'tishni xohlamadik. Ham bu balkim bizningki inovatimizni texmo tushirib o'tish mumkin. Xalqarada balkim bizni odamiylikka qarshi jinoyatchilikka chiqarib o'tish mumkin deb tushuncha bergan. Shunga agar biz mustaq qadimiy merosli madaniyatlik imoratlar bor mustaq shaharlarda bo'lsak, mustaq hüjumlardan saqlashimiz mumkin. Cho'qim mustaq sayohatlarga chiqqan vaqtlarimizda mustaq qadimiy imoratlar nalarda bor, cho'qim yaxshi kuzatib bilib olishimiz lozim. Ham yana birsi shu nopusi nihoyat tuvan shaharlarga mustaq havo yo'lida hüjum qilmaslik mumkin. Bunda ise en ağırlıksı yadro hücumlar yana kimyalik hücumlar. Bunda hücumlar odatda shu rasmiy urush bo'lib qolsa, xalqaro qonunlarda ishlatmaslikka bekititilgan. Chunki bunda hücumlar rasmiy insonlarni necha yuz mingdan o'ttirib o'tish mumkin. Bu rasmiy ashaddiy shu insoniyatga qarshi turadigan hücumlar bo'ldi. Bunda kimyalik hücumlarda odatda shu shamolga qarshi yerlarga bog'lansa ham yaxshi, chunki bu hücumlar shu shamolning yo'li bilan hammaga tarqaydi. Amal bor egiz yerlarga chiqib olsangiz texnik yaxshi. Ya bo'lmasa, men beshi degandek uyingizdagi eshik derazalarni chingitib, havo yo'llarini chingitib o'tishingiz kerak. Hatto yegan narsangiz, ichgan narsalaringizga nihoyat diqqat qilishingiz kerak. Bunday xildagi kimyalik hüjumlar bo'lgan chog'da odatda hukumatlar chiqib, mushu rayonlarni tekshiradi, tadqiq qildi, qaysi tipdagi kimyalik virusi degandek
Hatta sularını tadqiq qilib tekshiraydi. Sularning bexatarlik uchurini berishdan burun hargizmi aldirab ichib samang. Amal bor, shunda hujumlar bo'lgan yerlarda qanchalik jiroq yer ketsangiz, shunchalik jiroq yer keting. Agar shu yerlarga yaqinroq yerlarda bo'lib qolsangiz, birinchi bo'lib qilgan ishlaringiz, butun kiyimlaringizni silib, plastik xaltalarga sevitib tashlaytishingiz kerak. Ondan cho'qim butun badaningizni pokiz yuyishingiz kerak. Agar ko'zingizning qizarib qolganligini bayqagan bo'lsangiz, cho'qim birinchi vaqtda davolashingiz kerak. Odatda bunday ximiyalik hujumlarda hukumatlarmi, doktorlarmi hammalarga odamlarni evatib mush odamlarni qutqizishga boshlaydi. Chunki bu xil hujumniki ta'siri shunda tez bo'ldi. Shunga eng tez holatda qutqizish holatiga kirib bo'lmasa bo'lmaydi. Shunga unda vaqtlardami sizniki doktorlarni tepishingiz unda ta'sir bo'lmasligi mumkin. Mana virus hujumlariga ancha o'xshab ketmaydi. Virus hujumlarda odamlar odamga yuqishdi. Lekin ximiyalik hujumda balkim yuqishmasligi mumkin. Unda esa biz hozir so'zlaydiganimiz bo'lsa, yadro ham atom hujumlari. Yadro va atom hujumlari eng chong ta'sirli hujumga kirdi. Shunga odatda urushlarda hech qanday ahvoldami ishlatishga qat'iy ma'ni qilingan. Bu odatda insoniyatga ham zaxm yetkazmaydi. Hatto butun planetimizga, boshqa jonlilarga ziyonlarni yetkazdi. Odatda yadro atom hujumlariniki zaxm qilgan ta'siri ikki xil bo'ldi. Boshda bo'lsa o'sha portlash va issiqlik to'lqinidan kelgan zaxmiyat bo'ldi. Ondan keyin bo'lsa yadro reaksiyasidan kelgan zaxmiyatlar bo'ldi. Bu yadro atom hujumlaridan o'zimizni qutqizish ahvollari bishida degan ximiyalik hujumlarniki qutqizish ahvollariga o'xshab ketadi. Ya'ni uyning ichida havo yo'llarini itish, kiyimlarimizni silib tashlash, o'zimizni pokiz yuvish degandek. Anoniki bunda portlash bo'lgan chog'da bir shunday kuchli nur paydo bo'ldi. Hargizmi qarab qalsaq bo'lmaydi. Hatto biz 30-40 kilometr jiroqlikda bo'lsaqmi, qarab qalsaq balkim ko'zimizni qarog'i qilib mumkin. Hatto ba'zan qarab qolgan odamlarni shu zamon hushidan ketkazish mumkin. 1945-yili insonlar birinchi qitim urushda yadro atom bombasini ishlatgan. Bu bo'lsa Amerika shu Yaponiyaniki Hiroshima degan shaharga bir atomni qo'yayotgan. Bu atommi unda cho'ng tipdagi atom emas, balki shunday kichik tipdagi atom. Shundoq bo'lsa-mu, shu atomning o'zi ham 10 kilometrlik yerdagi butun imoratlarning hammasini tub-tuz yo'q qilayotgan. 35 kilometr yerdagi imoratlarning hammasini ko'ydirib o'tgan. 74 kilometr yerdagi imoratlarning butun aynaklaridan tortib hammasini chiqib Agar siz shu 74 kilometr yerdagi atroflarda bo'lgan bo'lsangiz-mu, shu aynak parchalarimi sizni zaxmlantirishi mumkin. Shu portlash vaqtida 70 ming odamning joniga zomin bo'lgan. Keyingi shu radio reaksiyasidan o'lganlarniki soni bo'lsa 200 mingga yetgan. Bu tipdagi atom bo'lsa, tegi kichik tipdagi atom. Keyin shu Sovet ittifoqi sovuq urush vaqtida ishlab chiqargan cho'ng tipdagi atom bo'lsa, deyilish chiqarganchada uniki zaxmiyati balkim 55 kilometr yerdagi imoratlarni butun tub-tuz qilib ekan. 100 kilometr yerdagi imoratlarni ko'ydirib ekan. Portlashning ta'siri bo'lsa 1000 kilometr yergacha bora oladi ekan. Hatto 5 dan 2 pal yer tavrashni hosil qildi ekan. Shunga bu tipdagi atomimiz portlab qolsa, balkim bir davlat yoki davlatni yo'q qilib mumkin. Bu Sovet ittifoqi ishlab chiqargan bu cho'ng tipdagi yadro qurol bo'lsa, Amerika Hiroshimaga qo'ygan yadro qurolniki 3800 hassiga tanka. Bu tipdagi yadro qurolniki keltirib chiqargan portlash ta'siri butun yuz bergan portlashninki ikkinchisiga tanka. Birinchisi bo'lsa, dinozavrlar yashayotgan davrda yer shariga so'qilgan tosh yulduzi, ikkinchi cho'ng bo'lsa mushuka. Uchinchi cho'ng portlash bo'lsa, u shunda cho'ng bir portlash yuz bergan, lekin uni insoniyat qilmagan. Qanday bo'lganliklarini texnik rasmiy deb chiqarmagan. Men bu portlashdagi uchurlarni men keyin so'zlab beray. Insoniyatlar paydo qilgan portlashning ta'siri eng cho'ng bo'lgani mush. Bu yadro atomlarniki insoniyatga bo'lgan zaxmiyati shunda cho'ng, lekin bu eng qo'rqinchli yeri emas. Chunki agar urushlarda mushu yadro atomlarni ishlatib qolsa, bir davlatda birdan atmaydi. Balki necha mingdan boshlab etish mumkin. Chunki agar bir davlat yana bir davlatga yadro atomini etib qolgan bo'lsa, yana bir davlat shu zamondan bu uchurni erishadi. Ularniki faqat qoldigan vaqti bo'lsa 10 minut atrofida bo'lishi mumkin. Ya'ni demak 10 minutdan keyin shu davlat butunlay yo'qolib ketishi mumkin. Shu davlatga yadro atomlarini kontrol qilayotgan odamlarmi yo'qolib ketishi mumkin. Shunga undan burun ularga bo'lgan qaytarma hujumimizni boshlab bo'lish kerak. Shunga qarshi taraf atomni atgan bo'lsam, bu tarafdan uchurini eliblam, odatda bu atomlarniki nega qo'yilib berilishlari hamsi belgilik, ular avtomatiklam o'zligidan qo'yilib berildi. U hargizmi men senga bir tal atom itib, sen qo'rqaq silib, anan kelmasin ki ben anglab baqay deydigan undaq ahvol yuz bermaydi. Birisi itildi, necha mingi tanlam itildi.
Şunun bilan birisi itilgan bilan bütün yer shari yo'q bo'lishi mumkin. Balkim texmi kichikroq davlatlar, ya'ni yadro qurollari yo'q davlatlar texmi bexatarroq bo'lishi mumkin. Chunki cho'ng bir-birisi yadro qurollari bor davlatlar bir-birisiga etishib, qolgan davlatlardagi fuqarolar balkim bexatar va saq qilishi mumkin. Lekin yana bir tarafdan qarab olsak, bu dunyoda atomlarning bo'lishimi o'zimi bir xil bexatarlik. Agar hozir bütün dünyada bütün atomlar bıraklam yo'qolib ketsa, bu dunyo texmo qalayimqanlishi mumkin. Chunki atomniki vayimi qolmaydi. Qolgan kichik davlatlarmi cho'ng davlatlardan qo'rqmaydigan bo'ldi. O'zlariniki urushlarini boshlab ketish mumkin. Bütün dunyomi qalayimqan bo'lib ketishi mumkin. Hozir bizniki bütün yer sharida 8 davlatda shu yadro qurollarining borligini bilamiz. U bo'lsa Amerika, Rossiya, Angliya, Fransiya, Xitoy, Hindiston, Pakistan, andin Shimoliy Koreya. Anda yana Isroiliyadami bor bo'lishi mumkin. Lekin uni biz hech jazm qilmadik. Chunki 1979-yili 7-oyning 22-kuni Amerikaniki bir sunniy hamrosi, ya'ni mushu Afrika bilan Antarktikaning o'rtasidagi dengizda bir cho'ng nurni bayqagan. Ham bu nurmi shu vaqtida mushu atomniki nurdek birdam tez, birdam asta, birdam kichik, birdam cho'ng ko'ringan. Ham shu rayondami bir cho'ng yer tavrashni bayqagan. Shunga bu faqatlan bir nur emas, balki bir narsaning portlaganligini ko'rsatib berdi. Keyingi tadqiqotlarda buning %90% bir yadro atomniki portlaganligini ko'rsatib bergan. Shunga u vaqtida balki mushu Afrika yo bo'lmasa Isroiliyaniki mushu yadro siniqini qilgan bo'lishi mumkin deb faraz qilgan. Balkim mushu Isroiliyaniki qilgan mumkiniyatligi texim cho'ngroq. Lekin Isroiliya hozirgacha buni iqror qilmagan. Shunga hozir bu dunyoda cho'qim 8 davlatdami davlatlarda yadro qurollar bor. Hozir dunyoda aniqlangan 13890 tal yadro qurol bor. Ham buniki %90% Amerika bilan Rossiyada. Amerikada bo'lsa 6200 tal, ham Rossiyada bo'lsa 6500 tal bor. Demak, bu ikkisidan 12000 dan jiq yadro qurol bor. Shunga shunday hisoblasak, bir yadro quroli bir shaharni yo'q etadi. 14000 yaqin atom bombasi 14000 shaharni shu zamonlam yo'q etadi. Ham nurg'un o'sha Amerika, Rossiya, Yevropa davlatlarida ba'zan aholilarning o'zlariniki yadro atom bombalaridan saqlangan yer osti uylari va ham bundaq yer osti yo'llarining nurg'unlari o'sha Amerika bilan Rossiyaniki sovuq urush bo'layotgan vaqtlarda yasab qoldirilgan. Shu vaqtlarda hamma odam atom urushi bo'lib qoladimi deb ansirab, mushtaq uylarni yasab qoldirgan. Ham bu uylarniki sufati shundoq mustahkam, shu yadro atomlardan rasmiy saqlangan bo'ldi. Bularni shu atomlardan saqlangan po'latlardan yasab qoldirgan. Bu odatda shu yer osti poyezd yo'li yoki yer osti yo'llarining sifatlariga qat'iy o'xshamaydi. Bularniki sifati shunday chim. Ham bunda o'yladimi, odatda mushtaq urushlarda saqlangan yemekliklar, aminolarni saqlab qo'ygan. Shunga odatda bunda yadro atom hujumlari bo'lib qolsa, yer osti poyezd yo'llari kirilishmi unda oqinalik emas. Unda yaladimi havolar o'tishib turdi, to'klanmi shunday jiq. Ham odatga cho'ng boshqa imoratlar, savdo saroylariga kirilishmi unda oqinlik emas. Chunki ularning havo o'tish sistemlari shunday yaxshi, teshidagi yadro reaksiyalarini havo o'tish sistemlari bilan ham ichiga kirilishi mumkin. Shunga odamlar shu atomni yozgandan keyin hozirgacha shu atomniki hujumlardan qanday saqlanish kerakligidan izlanib kelyapti. Bo'lib shu Amerikaniki Lawrence degan oxirgi zamon tadqiqot o'rni deb atalgan yer. Odatda ular shu atomniki hujumlardan qanday saqlanish to'g'riliq izlandi, ham tadqiq qildi. Ularniki hozirgacha erishgan javob bo'lsa, shu atom bombasi portlagan yerdan qancha yiroq yer ketsanlar, shuncha yiroq yer ketinglar, ham yerni ostida qancha cho'nqur kiralsanlar, shuncha cho'nqur kiringlar degan javob bilan erishgan. Shunga bularniki yer ostida qo'yilgan saqlanish uylari shunday jiq. Chunki odatda atom bombalari qo'yitilgandan keyin bizdan faqatlam 10 minutlan vaqtimiz bor. Atomniki nega tushadiganligini bilmaymiz. Yiroqqa qochqinimizmi, anchimi aqlanlik emas, chunki nega tushganini bilmaymiz. Shunga eng yaxshisi yanlar yerni ostiga kirish. Lekin cho'qim shu yerda portlash bo'lib qolsa, bu yer ostida uzun vaqt yashashni plan qilish kerak. Chunki agar bu yer osti uyingiz portlashdan 30 kilometr yiroqlikda bir yer bo'lsa, 48 soat atroflarda tezga chiqsangiz bo'ldi. Lekin undan texnik yaqin yoki 1 kilometr yerda portlagan bo'lsa, bu yer ostida balki 1 yil yashab qolishingiz mumkin. Shunga oz deganda 1 yillik yemeklik, ichimliklar bo'lsa, alandan shunda uzoq yashab bo'ldi. Aldirab bilan tezga chiqib olsa, umum shunday xatarlik. Chunki odatda atom bombasi portlagandan keyin ham yomg'ir to'xtamay yog'di.
yağmur şu atomdaki reaksiyalarını hamısini düşürdü. Şu vaqtlarda chiqsangizmi shunda xatarlik. Hiroshimada portlagan vaqtidami 1 yildan keyin aran testda asliga kelgan. Lekin agar atom bombasi portlagandan keyin shu davlat yana mavjud bo'lsa, yana odamlarni evatib, u yerlarni tozalashga, baldiroq reaksiyalarni yo'qotishga tirishdi. Şu an ətrafımızda müstəndaq urushlar yoki ofatlar bo'lib qolsa, biz fuqarolarniki o'zimizni qo'g'dash uchun birinchi qila oladigan ishlarimiz bo'lsa, shu yerlardan ketishimiz. Agar ketamisak, men degandek, shunday bexatar yerlarda yoshirinib olib, hukumatlarniki uchurlarini saqlash. Ondan yana bir diqqat qilgan ish bo'lsa, odatda shunday urushlardan keyin bir vabolar paydo bo'lgan. Shunday vabolarga yana tayyorlik qilib qo'yishimiz kerak. Masalan, maska yoki boshqa dorilarni tayyorlab qo'yishimiz kerak. Endi oxirida bir xulos qilsak, urushlar shunday qo'rqinchliq, hargizmi hech qanday uni xohlamaymiz. Alloh saqlasin, shunday ishlarning yuz berishidan, shunday urush yoki ofatlarning yuz berishidan bizmi amal va o'zimizning vataniga, millatimizni ozod qilishga shunday tirishishimiz kerak. Lekin yana urushlardan saqlanishimiz kerak. Meniki o'zimning shaxsiy fikrim. Chunki bunda urushlarda biz o'zimiz men qahramon bo'lib chiqaman desakmi, lekin yana necha milliondek qarindoshlarimizni ojiz, qari, yetim bolalarni o'limga tutib berishimiz mumkin. Hammasi balkim ochliqdan o'lib ketishi mumkin. Bizniki ochliq transport yo'llarimizni hammasini Xitoylar kontrol qilib olgan. Vaqtincha bu temir yo'l deydi, boshqa transportlarni ham ipchurimizdagi butun davlatlar bilan hammasi bilan munosabatlarni yaxshi o'rnatib oldi. Mayli Qozog'iston bilanmi, Pokiston bilanmi, Afg'onistonlardan tortib har taraflardan bizni qo'rshovga elishi mumkin. Shulardan biz hech qanday yordammi so'rayolmasligimiz mumkin, hatto ochliqmi so'rayolmasligimiz mumkin. Ham bizniki bu coğrafiyalik o'rnimiz dunyoning cho'ng davlatlari uchun Ukrainadan muhim. Ularmi vaqtiga chaqda bizniki coğrafiyalik o'rnimiz uchun urushlarni boshlashi mumkin. Biz hozirmi siyosatlarni qilgan vaqtimizda cho'qim injinirdek inchika shunchalik o'ylab turib, mush taraflardan hammasini o'ylab, fuqarolarimizni o'ylab plan qilishimiz kerak deb o'ylayman. Lekin men ishimni vatanimiz uchun o'zimizni qurbonlik qilish urushlardimi hargizmi qo'rqmaymiz. Lekin ularni menimcha eng oxiri qo'rqishimiz kerak. Qanday tinchlik bilan bir taraf qilasak, shu eng yaxshisi.